Bunlar kançadan? 65 ming garnituра. Sandıklar başkaça sandıklar var eкен ga жаңы стилде. Канча ошолар? 13 ming. 13. Üçü 13 ming eкен. Üçü 13 ming деп. Булар акрилде mi? Акрил. Эмде? Коричневый цвет var mı çok? Бұларчы мына сандықтар қанша алды? 12? 12. Мынандай жаңы стилдегі гарнитураларды жасап атышыптыр азыр 60 ming дейді. 60 ming. Бүрөңдері бар екен. Metre 40 ming. 3 metre 40, bunlar ne? 23 ming geldi. Kıkımlı garnituru 23 ming. 3 metre 40 ming ha? 40 ming. 40 болады да. Kabalo o? Болады да, 1 ming. Ama prixojalar qancha oladi? 6 ming. 5,5 ga beradi. 6 ming, 5,5 ming. Qancha mına hemen prixojam Наша. uzunluğu? Высота mı? Высота и длина. Gel. Qarmay. Mana. Qarmay. 1,20 ekan. 1,20. Qancha so'm dediniz? 6 ming. Mına детский шкафтар 5,5 ming ekan, 5,5 deydi. Балдар куда бар бу? Балдардын. Yanında игрушкалар, светлар var. 15 ming ekan şkaf, 15 ming. 15 ming ekan. 15 ming şkaftar. Qancha bu длинасы, высотасы? 1,60 mol. 1,5 necha mol? Aq, 1,5. Mınday детский кроваттар 9 ming so'm ekan. 9 ming. Garnituralarcha кухонный. 20 ekan. Kartalar bolsa 6,5 ming ekan. Кухонный уголоктор 8 ming deydi, 8 ming. Manejder 10 ming ekan. 10 ming so'm. Мынакей урматтуу катталуучулар, мебель катары бүттү. Эми килем катары башталды. Килемди дагы бүгүн сиздерге тартып, баларын тартып көрсөткөнчө кетейин. Мунун сатуучусу каякта жүрдү болду экен? Келсеңиз. Сиздики да? Канча болуп атат килемдер? Килемдер канча болуп атат? Размер 3-5 11-13 ming eкен килемдер. Бул сатуучусу бир жака кетиптир. Метри 1000 сом экен дорожкалар. Сатуучулары жок, көрүнбөйт. Азыр кайерде сатуучусу бар экен, ошол жерге аттап берем. Мурун бул базар, мурда буюм базары болчу да, вещевой рынок, кийим базары. Менби? Кандайсыз? Жакшысызбы? Булардын сатуучулары жокпу? Жогору жакта. Жок экен. Кандай эмес размери? 3-4, 15 ming eкен. Бул дагы 15 бе? 15 ming дейт, 15 ming. Maylice. Mağla российский дорожка 80'liktari. 1000 so'mdan metrece. Mağla Özbekistan 850 so'mdan. Жаңы паспортны десеңиz, мына турецкилерден бар. Чоң размерлери ham бар. Канча болот? Bu 80'дагы 1100 so'm, эже. Мисалы 1,21 метр Азыркы жаңы стилдеги? Хай-тек стилде. Хай-тек стил. Мында килемдери бар, Ушулар дагы канча ушулар? 2,5-3,5 размерлери.
Bası Bas 11 ming so'mdan. Turetskiy bu da. Bu da siski bo'yicha. Rossiyskiy mi? Bu gilamlarchi? Ular turetskiy. Turetskiy kovri qancha? 6,5 ming so'm bo'yicha. 6,5. Bitinadan tartib ular. Necha mana shular? U ham Turkiyani 6,5 ming so'm. 6,5. Shu hozir nima stilda bo'ldi-da? Жаңы. Nimalar qancha bo'ldi bu gilamlar? Qancha dedinglar? Necha bunavi oxirgi pastini. Oqidadan telefon tutmaydi. Turturasiz bo'lmasa. Xo'p. Mana Turkiyani жаңы pastpenlari, jamoalar. Razmerlari bor. Misol 3 ga 4 ga 15 ming so'mdan jamoalar. Hozirgi жаңы svetlar, жаңы nimalar ko'chatlari. O'zbekiston bor buni. O'zbekiston bor. Qancha bular? жаңы birizoviy svetlar. 3 ga 4,5 degan razmer misol buni 12 ming so'mdan. 12 ming so'm. Bularchi? Daroshkalardan ko'rsatingacha. Bunda art rezini palaslar keldi mana eja. Rezinoviy bor. Ova, 1 metrligi 650 so'mdan. 1 metr 650. Misol bunda muraminning nimalari bor. Kichkina to'miroq svetleri bor. 600 da metri. Ova, 650 so'mdan 1 metrliklar. Nesi rezinoviy? Arkasi? Arta rezinoviy. Bular suv tortmaydi? Yo'q, suv tortmaydi. Artini hali qumi tushmaydi, chang o'tmaydi. Sonrakini yumshoq. Shu palas qancha? Gilam. Shu rezinilari 2 metrlik faqat. Aqchasi qimmatroq bo'ladi. U 1200 so'm bo'ladi. Turasi cho'ngroq. Metri. Ova, metri. Shu o'zi qancha metr shu? 2 metr turasi. 1 metri 1200 so'm turadi. 1 metr 1200. Yaxshi. Mana жаңы stildagi daroshkalar qancha? Mana daroshkan turetskiyja 1300 so'mdan. Rossiyskilari bor, O'zbekiston bor. Kichkina azroq desam, azroqlari bor 950 so'mdan, O'zbekistonniki. Bularchi daroshkalar. Bular 1,5 metrligi turasicha. O'zbekiston, Rossiyskiy, Turkiya bor. O'zbekistondarim 1200, 1,5 ming so'mdan. Turkiyalarimiz 1800, 2 ming so'mdan turadi-cha. Bu shu qancha so'm ekan? Bu 7 ming so'm turadi 3 ga 4. Rossiya. Bu O'zbekiston-cha. Bu yerda palaslar qancha bo'ldi? Palaslar 17 ming palas. Palaslar 3 metrliklari 850 so'm, 900 so'm turadi. 3 metrliklari? Mana kichkina jaxshina qalinroq palas. 1200 so'mdan rossiyskilar. Metri? Ha, 1 metr. Mana trafkalar qancha bo'ladi? Trafkalarning har turli razmerlari bor. Mana turishi hozir 8,5 ming so'm, 2-3 razmeri. Bu yoqlarda. Qanchasiki? 850 so'mdan metrgacha. Mana hozirgi жаңы chiqayotgan rezinoviy daroshkalar ekan 850 so'm deydi metri. 850 so'm. Bunaning shirinasi qancha bularning? 2 metrgacha. 2 metri shirinasi. Metri qancha bularning? Ular metri 1800 so'm. 1800 so'm. Arti rezina, ya? Bunalarda arti rezinacha 1800 so'mdan bo'ladi. Olsangiz ona 3 metrliklari bor edi. Qancha bo'ladi? Ular 2200 so'm bo'ladi. 2200? O. 80 santimetrliklar. Ular 800 so'mdan bo'ladi. Bular 1,20 Bularda aqchasi edi 1400 so'mdan bo'ladi.
Bunlar уже 1 metr. 1000 so'mdan eje bular. Neme bolsa bunlar 1,5 var eje. Qaysi? Bunlar 1,5. Qancha ekan? Bularda ақшасы 1,600 so'm. Nima gilamlar qancha? Ular 2 metrdikler. 1,800 so'm. Nima gilamlar qancha joylib turgan? Ona qarası iradskiy. 2,5-3,5 degan razmer eje. Onun ақшасы 35.000 so'm bo'ladi. Bundaniki var 18.000 so'm. 18. Bular qancha oldu? Har qanday eje. Qancha? Qanchadan? 1,5 so'm, 2.000 so'm, 3.000 so'm. Mana shu qancha? Nau 1,5 so'm. Metri? Metr. Qanday gilamlaring bor? Buna travka, dорожкалар metri qancha oldu? Kvadrat metri 1,5 so'm. Kvadrat metri 1,5. Bunlar var hem bular 1.400 so'mdan 1,20 degan razmer. Bunlar? Bunlar bu. Bular esa 2.000 so'mdan bo'ladi. 2.000 buniki-dagi. Bularniki? Bunlar 1 metrlikler. Qancha metr? 1.200 so'mdan. 1.200. Qanday paloslar bor hozir? Buna gilamlardachi bular qanday? Bular bunday примерно ақшасы eje 50.000-70 mingga bor qoladi. Qaysini qiymeni? Bunlar var. 50.000, 70.000. İranskiy kovri. Примерно aytganda. Примерно 50-70.000. Razmerine qarab ақша bo'laveradi eje bular. Buna şu qancha seri? Mau 5.000 so'm. Gretskiy. Qancha? 50.000 so'm. Qanchaga qancha shular? 3-5. 3-5. Bunlarda 45 mi? Buna gilamdachi? Ular iranskiylar eje. Qancha shular? 70.000, 80.000. 70-80 ming so'm. İranskiy gilamlar metri qanday? Razmeri 3-5. 3-5. Palastarchi, жаңы новинка. Новинка. Новинкалар çok eje, bunlar var da. Qanchadan shular metr? Bu 3 metrlik eje kavralin. Kavralinlar qancha? Bularda ақшасы eje 1.700 so'mdan bo'ladi. Bunaniki qancha bunaniki? Bunlar 3,5. Bunun en 3,5 metreden. Bunun ақшасы olsa eje 1.200 so'm bo'ladi. Neme bolsa buna 3,5 şirinası buna kavralinler. Bularda ақшасы olsa eje 1.900 so'mdan bo'lib qoladi. Ona жерде 4 metrlikleri var. Bunachi mana shu. Bu 3 metrlik 1.700 so'm bo'ladi eje. Metri 1.700 deydi. 4 metrlikten ekosu var eje. Bularda ақшасы eje 2,5 so'mdan bo'ladi. Yaxshi bularniki-chi? Bular 2 metrlikler eje. Bular qancha bo'ladi? Bularda ақшасы eje уже 850 so'mdan turib kelib qoladi. Bunlarda şirinası 2,5. Bularda ақшасы 950 so'mdan bo'ladi. Bular qancha seri? 2,5. 2,5 mi? Şirinası. Şirinasi basi? Oş 950 so'm. Qancha bunalar? Arzonroq beradi opa. Qanchasi u? Razmeri qaysini siz? Mana kichkinasidan boshlab. Bular bu. Bular 4.000 so'm. 4.000. Qana? Emi keldi sotuvchisi. Qanchadan ekan avvalgi gilamlar? Qayoqdiki? Novo. Turksaniki eje 10.000 so'm bu. 1,5 ga 1,5 razmer. Qolganlari qanday cho'ngdori? Misali bunalari Bu bor. kruglый gilam ekan, a? O. Kruglый. Qancha shular bunalari? 2 ga 2 eje 15.000 so'm. 2,5 bor. Endi sort turuna qarab da 20.000 so'mligi bor, 30.000 so'mligi bor. Bunalar qancha buna? Bular 9.000 so'm eje. Turksani 1,5 ga 30 degan razmer. 30 ming? Yo'q. Cho'ngdori-chi? 9. Hozir qaysi gilam жаңы stilda gilamlar bormi? Shular жаңыda eje, bunalar turksaniki, bunalar iranlik, mana. Qancha ironlik avvalni?
1.20'ga 2 böylece 10 bin so'm. 1.22 10 ming so'm. Buni avvalini qancha shu? O tutsanıkı 1.5'ga 3 tane razmer ece 15 bin so'm. 15 ming so'm. Mana qancha bo'ldi? Bunu birinchida turganda necha metr 3,5 ming so'm, turasi 1.20, kiyimlari 1800 so'mdan metri. 1.20 necha turasi. Buna 1200 so'm necha 80 turasi, 1,5 ming so'm 1 metr turasi. Картинки по 5000 сомов. Картинки 5000 сомов ekan. Buna gilem qancha bo'ladi? İşte bu 2,5-3,5 razmer 20 ming so'm. 20 ming so'm. Bucha. Bu 40 ming so'm ece 2,5-3,5.